44 bab. Ey Yaqubning avlodlari, sizlar mening xizmatkorim. Men tanlagan İsrail xalqi, quloq selib anglanglar. Sizlarni yaratgan, onanglarning qo'rsqida turaldirgan, sizlarga yordam beradigan Parvardigor mundaq deydi. Ey Yaqubning avlodlari bo'lgan xizmatkorim, men tanlagan İsrail xalqi, qo'rqmanglar. Men sizlarning qog'jirgan yerlaringlarni sug'urman. Qurib ketgan zaminlaringlarda iqinlarni oqqizman. Men o'z ruhimni avlodlaringlarga yog'diraman. Men ularga baxt ato qilaman. Ular suvi qinib o'sgan o't cho'plardek, daryo bo'yidagi teraklardek yoshirib turdi. Ba'zilar men Parvardigorga mansub deydi. Ba'zilar men Yaqubning avlodi deydi. Ba'zilar qo'liga Parvardigorninki deb yezib oladi. Ya'ni ba'zilar o'zlarini İsroillar deb hisoblaydi. İsroillarning podshohi va qo'g'dug'uchisi qudratli sardor Parvardigor mundaq deydi. Tunjisi ve ahirqisi men bo'laman. Mendan boshqa hech bir xudo yo'q. Kim men bilan tenglishalaydi? Agar bor bo'lsa, o'zini menga oshkorlasin. U menga men qadimda xalqimni tiklagandan tortib, toki hozirgacha bo'lgan orliqda yuz bergan ishlarni bayon qilib bersin. Hem bunundan keyin bo'ladigan ishlarni deb bersin. U kelgusida bo'ladigan ishlardan oldin bishorat bersin. Qo'rqmanglar, titrab ketmanglar. Burun men sizlarga nima ishlarning yuz beradiganligini oldin aytgan emasmi? Sizlar mening guvochilarim. Mendan boshqa yana Xudo bormi? Yo'q. Mendan boshqa sizlarni qo'g'diyalaydigan hech qanday qo'ram tosh yo'qdir. Butlarni yasgan odamlarning hammasi ahmaq. Ular qadrlagan butlarning hech qanday qiymati yo'qdir. Butlarga cho'qing'ichilar qarg'ulardir. Ular nomusqa qoladi. Faqat ahmaq kishilarla hech qanday yordam berolmaydigan butni yasaydı. But yasaganlarning hammasi xijolatchilikda qoladi. Ular faqat ojiz inson emasmi? Ularning hammasi yig'ilib Parvardigorning oldiga kelsin. U vaqtda ularni qo'rqinch bosidi. Ular nomus qiladi. But yasaydigan to'mirchi metal asbob bilan buyumni o'tda selib qizitadi. Bolqisi bilan so'qib, uni yasaydi. Qo'lining kuchi bilan ishlaydi. Qo'rsqi ichib va yerib ketadi. U chanqab, madoridan ketadi. Yog'ochchi yog'ochni o'lchab, nadin kesish kerakligini belgilaydi. Ondan u iskina va boshqa asboblarni ishlatib, odamning shaklini yasab chiqadi. U uni nahayt chiroyli bezab, butxonaga qo'yib qo'ydi. U kedir yog'ichini kesidi yoki o'rmonlikdagi kiparis, dub darxini tanlab qo'yib, cho'ng o'sgandan keyin uni kesidi yoki qarg'ayni o'zi tikidi. Yomg'irlar uni cho'ng qiladi. Bu daraxtning bir qismini o'tin qilib qalab, isinidi, ham non pishiridi. Yani bir qismida o'zi cho'qinadigan bir ilohni yasab chiqdi. U bir but yasab, uningga sajda qildi. U yog'ochning bir qismini qalab, go'sht pishirib, qo'rsaqni to'ydirdi va isinidi. U men o'tga qarab o'ltirib, isinib oldim deydi. U qolgan bir qism yog'ochda bir but yasaydi va onunğa secde qilib çoqunudu. U, sen mening ilohim,
meni qutqizg'in deb duo qiladi. Ular haqiqatan ahmaq. Ko'zlari ko'r, ko'rolmaydi. Qalbi tutuq, tushunmaydi. Ular o'zlarining nima qilayotganligini o'ylamaydi. Hech kim tushunmaydi. Hech kim hoshini tepib, men yog'ochlarning bir qismini isinishqa, non va go'shtlarimni pishirishqa ishlatdim. Acaba qolgan bir qism yog'ochda yirkinishlik but yasimidimmi? Bir tal yog'ochga cho'qinib, ta'zim qilmadimmi? deb o'ylamaydi. Ey, kul yeydigan ahmoqlar! Sizlarning nodon qalbinglar o'zinglarni aldaydi. Bu butlar sizlarni qutuldirolmaydi. Sizlar qo'limdagi bu narsa Xudo emas-ku deb o'ylamaysizlar. Parvardigor mundoq deydi. Ey Yoqubning avlodlari, ey Isroillar, buni esinglarda tutinglar. Sizlar mening xizmatkorim. Men sizlarni mening xizmatkorim bo'lishqa yaratdim. Men sizlarni unutib qolmayman. Men sizlarning gunohinglarni o'chirib Gunohinglar bulutlardek, etigandiki tumandek g'oyib bo'ldi. Yo'limga qaytinglar, chunki men sizlarni o'zimga qaytirdim. Ey ershalar, shodlanib naqshi o'qinglar, chunki Parvardigor nihoyatda ajoyib bir ish qildi. Ey yer zemin, shodlik sadolarini yangratinglar. Tog' cho'qqilari, o'rmonlar va uning ichidagi barliq daraxtlar, hammanglar nag'mi navo qilinglar. Chunki Parvardigor Yoqubning avlodlarini o'ziga qaytirdi. U Isroiliyada ulug'lanadi. Sizlarni onanglarning qo'rsqida to'raldigan va qo'g'dab kelgan Parvardigor mundoq deydi. Men barliq mavjudotni yaratgan Parvardigordurman. Men o'zim yolg'iz osmonni yoydim. Mening olamni yaratishimga hech kim sherik bo'lmadi. Men soxta payg'ambarlarning yolg'onchiligini oshkorlayman. Kelgusidan bishorat berguvchilarning chavusini chitqa yoyiman. Ba'zilar o'zini aqlliq chog'laydi. Men ularning hamoqatligini so'kiman. Ammo men o'z payg'ambarlarimning so'zlarini amalga oshiraman. Men ularning ig'zi orqali Yerusalim to'g'risida mundoq dedim. Hamon bir kuni Yerusalimda xalqim yashaydi. Yahudiyaning boshqa shaharlari to'g'risida payg'ambarlarim orqali mundoq dedim. Ular hamon bir kuni bu xarobalarni qaytadan qurib chiqadi. Men dengizga qarab, qurib ket desam, u qurib ketadi. Men daryolarni quritaman. Men ko'raz podshohga o'xshash xalqimni boqidi desam, u mening irodamni amalga oshiradi. U buyruq tushirib, Yerusalim qayta qurilsin, ibodatxonasining ullari qayta chelinsin deydi.